O'zbekistonning SPF ambassadori sifatida SPF krem tanlashda shpargalka ko'rsataman. Bu insidecoder.com degan sayt. SPF kremingizni nomini yozib, sostavini ko'ra olasiz. Keyin sal pastroqqa scroll qilsangiz, sunscreen degan joyda kremda aynan qanaqa SPF filtrlar ishlatilganligi ko'rsatiladi. Xullas, SPF filtrlar o'zi ikki xil bo'ladi. Jismoniy va kimyoviy. Jismoniylar o'zi ikkitagina zinc oxide, titanium dioxide va juda ko'p kimyoviylar. Bu eski filtrlar, bu yangi avlod filtrlari. Agar jismoniy filtr ishlatmoqchi bo'lsangiz, odatda SPF dan ko'z yoki terisi achishadiganlar yosh bolalarga ishlatishadi. E'tibor bering, filtrlar sostavni boshida bo'lgani ma'qul. Hozir sal chuqurlashamiz. Ushbu hurmatli grafikka e'tibor bering. X o'qi quyoshdagi ultrabinafshalarning spektri aynan shular bizani qaritadi, rak chaqiradi, dog' tushiradi. Y o'qi esa SPF filtrlarning himoya darajasi. Bizga esa himoya butun X o'qida kerak. Jismoniy filtrlar. Jismoniy filtrlarning himoya darajasi sal pastroq bo'lganligi uchun sostavda o'sha filtrlar ko'proq bo'lishi kerak. Shuning uchun sostavga qaraganda jismoniy filtrlar teparoqda bo'lishi kerak. Kimyoviy filtrlarning himoya darajasi esa baland, lekin faqat qisqa joyda. Mana bu himoyasi baland, bu yerda esa vaqti yo'q. Bu degani kimyoviy filtr tanlaganingizda sostavga qaraymiz. Filtrlar soni qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Lekin SPF ambassadori sifatida aytamanki, SPF kremlarning eng asosiy muammosi sostavida emas. Odamlar SPF ni vaqtida yangilamasligida, yetarlicha surmasligida yoki vobshe ishlatmasligida.